Omadli boshlangan nikoh va ayanchli yakun. O'ta rashkchi er va ikkinchi turmush. Azizlar, bugun Ruxshonaning hayotida sodir bo'lgan eng dahshatli voqealar, uning barcha sirlari haqida videorolik tayyorladik. Iltimos, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Xonanda Ruxshona 21-mart kuni 31 yoshni qarshi oldi. Hamisha baxtlidek ko'rinadigan xonandaning ham o'ziga yarasha muammolari va armonlari bor. Siz bolalik travmalari bilan ulg'aygan, erta mehnat qilishni boshlagan va shaxsiy hayotida ketma-ket omadsizlikka uchragan ijodkor haqida nimalarni bilasiz? Bugun shu haqda. Xonanda ro'zg'oridagi so'nggi pulini sarflab kastingda ishtirok etgan va uning qo'shig'ini Jahongir Ortiqxo'jayev ham tinglaganini eslaydi. Bir kuni dugonam qo'ng'iroq qilib qandaydir kasting haqida aytib qoldi. U bergan raqamga qo'ng'iroq qilsam, kotiba qiz kasting yarim soatda yakunlanishi haqida aytdi. Onamga qo'ng'iroq qildim va kastingga borish niyatini aytdim. Mayli, ammo muammo shundaki, avtobusda borsam kech qolardim. Shunda oylikkacha yetishi kerak bo'lgan so'nggi 15 ming so'mni olib taksida borishni aytdim. Aytilgan manzilga borsam, u yerda bir guruh san'atkor va Jahongir Ortiqxo'jayev ham bor ekan. Ularga rus va ingliz tillaridagi qo'shiqlarni aytib berdim. Qizim, o'zbekcha qo'shiq ham bilasizmi? Dedi Jahongir Ortiqxo'jayev. Feruza Jumaniyozovaning birgina jang degan qo'shig'ini bilardim. Shuni aytib berganman va katta orzu-umidlar bilan uyga qaytganman. Bir necha kundan keyin kastingdan muvaffaqiyatli o'tganimni ma'lum qilishgan. U paytda mendan baxtli odam yo'q edi. O'shanda hamma kasting ishtirokchilari pasport bilan borishgandi. Men esa bor yo'g'i 15 yosh bo'lganim uchun tug'ilganlik guvohnomasini berganman, deydi Ruxshona. 2010-yil ijodini boshlagan Ruxshonaning ko'tarilishi u qadar qiyin kechmadi, chunki Yuragim nomli ilk qo'shig'i muvaffaqiyatli chiqadi va u hamma prodyuserlar kompaniyasining yulduzlari singari filmlarning yuziga aylandi. U paytlari xonandaning filmlarda suratga tushishi urfga aylandi. Shomurod va Durdona, Enagalar, Zamonaviy sovchilar kabi filmlarda suratga tushganman. Ozmi ko'pmi bu filmlar ham o'z muxlislarini topgan, deydi xonanda Ruxshona. 2010-2011-yillar xonanda uchun omadli kelgan. U xorijlik mashhur xonanda Avram Russo bilan duet kuylagan va klip suratga oldirgan. Ammo xonanda haligacha bu qo'shiqdan uyalishi va shu bois uni rasmiy sahifasiga joylamagani haqida aytib o'tadi. Yoshligida ertani o'ylamay ish qilinarkan. Ertaga oila qursam, farzandli bo'lsam, ularga nima deb tushuntiraman deb o'ylar ekansiz. Ammo keyinchalik bu ishdan uyalarkansiz. Hozir bu qo'shiqdan uyalaman. Shu boisdan ham uni rasmiy sahifalarimga joylamaganman. Uni eshitmay qo'yganimga ham ancha vaqt bo'lgan. Keyinchalik baribir farzandingizdan uyalarkansiz, deydi xonanda Ruxshona. Ruxshona tengdoshlariga nisbatan ancha erta oila qurgan. U turmushga chiqqanida 20 yoshda edi. Shunday bo'lsa-da, ijodda o'z o'rnini topgan va qo'shiqlari yoshlar orasida ancha ommalashgandi. Hozir u sobiq turmush o'rtog'i Sanjar Matkarimov haqida gapirishni istamaydi. Ammo o'sha paytlari u nega u insonga turmushga chiqqani haqida to'lib-to'shib gapirgandi. Biz avvaldan tanish bo'lganmiz, chunki u kishining yaxshi kliplar suratga olinishini bilardim. Ishlarini kuzatib borardim, ammo ancha vaqtgacha bu haqda sir saqlaganmiz. Shu bois restoran yoki ko'ngilochar joylarda uchrashmasdik. Qizlik uyimning yonida ko'prik bo'lardi. Ilk uchrashuvimiz ham, to'y taklifi ham shu yerda bo'lgan. Onam avvaliga bir oz xavotir olgan, ammo Sanjar aka bilan gaplashgach to'yimizga rozi bo'lgan, deydi xonanda Ruxshona. Juftlikning to'ng'ich farzandi Habiba 2015-yilda tug'ildi. Shukurbek esa 2016-yilda tug'ilgan. Ularning nikohi ikkisi uchun ham omadli kelgan. Boisi xonanda turmush o'rtog'i bilan Yurakkinam, Yana imkon bo'lsa va Yur kabi qo'shiqlarga klip suratga olgan. Ruxshona boshlovchiligida rejissyorning Bola tilidan nomli ko'rsatuvi telekanallar orasida bir necha bor eng reytingi baland ko'rsatuv sifatida e'tirof etilgan. Sanjar Matkarimov Ruxshonaning Yurakkinam klipida rol ijro etib, aktyorlik mahoratini namoyish etgandi. Afsuski, bu er-xotin ijodkorlarning so'nggi ijodiy ishi bo'ldi. Xonanda Ruxshona 2021-yilning oktyabr oyida turmush o'rtog'i rejissyor Sanjar Matkarimov bilan ajrashganini ma'lum qildi. Shundan so'ng Bola tili ko'rsatuvi boshlovchiligidan ham ketdi. Ko'p o'tmay ko'rsatuvni aktrisa Aziza Yoqubova olib bora boshladi. Bu orada Azizaning Ruxshona va Sanjar Matkarimov ajrashishiga sababchi ekani haqidagi mish-mishlar tarqaldi. Blogerlardan biri aslida Azizaga tegishli bo'lmagan audioni tarqatib, Aziza Yoqubova Ruxshonaning oilasini buzgani haqida xabar tarqatdi.
Aziza Yoqubova ushbu gaplarga nuqta qo'yish maqsadida blogerni izlab topdi va uni omma oldida kechirim so'rashga majbur qildi. Ruxshona ishtirokidagi ko'rsatuv ko'pchilikka manzur bo'lgani uchun tomoshabinlar undan keyingi boshlovchilarni u qadar yaxshi qabul qilishmadi. Shu bois boshlovchilar ketma-ket o'zgardi yoki boshqa sabablar tufayli ular ishlashni istashmadi. Afsuski, katta umidlar bilan qurilgan oilaga dars ketdi. Ajrimdan avval Sanjar Matkarimov turmush o'rtog'iga yetkazgan yengil tan jarohati ijtimoiy tarmoqlar orqali sha'nini to'ptagani va haqorat qilgani uchun 2 yil 1 oyga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Undan keyin ajrim va bolalar otasini ko'rishni istamasligi bilan bog'liq videolar ham ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Xonanda Ruxshona 2024-yili katta to'y marosimini o'tkazib oila qurdi. Ulug'bek va Ruxshonaning nikoh kechasi poytaxtdagi restoranlarning birida o'tkazildi. To'yda o'zbek shou-biznesining ko'plab mashhur vakillari xizmat qilishdi. Yoshlar to'ydan so'ng Ummonning Salala kurortiga sayohatga jo'nab ketishdi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va eng so'nggi yangiliklarni kuzatib boring.